Assalomu alaykum hammaga, qalaysizlar, nima gap, tinchmisizlar? Bugun biz sizlar bilan korоче Turkiyada ish topish haqida gaplashamiz. Juda ham ko'pchilik kommentariyalarga yozyapti. Haqiqatan ham Turkiyada ish topish qiyinmi? Biz juda ham qiynalganmiz deb juda ko'pchilik o'zini haqiqiy shu experience'larini, ya'ni tajribalarini juda ham ko'pchilik bo'lishgan. Bugun konkretni shu Turkiyadagi odam sifatida o'zimning shaxsiy fikrlarimni aytib o'taman. Siz hop Turkiyada qiyin deydigan siz qayerda ish topish oson bo'lganini ko'rgansiz? Amerika, Rossiya, Yevropada ham juda ham ish topish qiyin. Chunki biz haqiqiy hech qanaqa ma'lumotga ega bo'lmagan, obrazovaniyaga ega bo'lmagan odamlarmiz. Ya'ni biz haqiqiy freelancer, ya'ni mardikorlarmiz. Shu sababli ham, конечно, любой joyda, любой время biz uchun ish topish qiyin bo'ladi. Lekin siz diqqatingiz, e'tiboringiz, fokusingiz har bir bo'lib o'tayotgan jarayonni bir opportunity, ya'ni imkoniyat sifatida ko'radigan bo'lsangiz, albatta siz любой yerda o'zingiz uchun imkoniyat topa olasiz. Shular qatorida Turkiyada ham, конечно. Demak, Turkiyada ham siz qanaqangidir odamlardan yaxshilik kutish uchun, odamlar sizga yaxshilik qilish uchun, yaxshi gapirish uchun emas, shunchaki o'zingizni daromadingizni topish uchun keladigan bo'lsangiz, albatta siz bu yerda ham o'zingizni ishingizni topasiz, pulingizni topasiz. Men o'zimni lichniy anaqalarimdan, praktikalarimdan kechgan. Men ham birinchi kelganimda juda ham bir emotsionalniy odam edim. Chunki men ham xuddi sizlarga o'xshab hamma odam menga yordam qilishini, yaxshi gapirishini yoki bo'lmasam qanaqangidir bir yaxshiliklar qilishini juda ham kutganman. Shu sababli ham juda ham ko'p stressga tushdim. Birinchi albatta boshda kelganimda, lekin bularni yengib o'tib, mana hozirda yaxshigina daromad qilaman. Allohga shukr, rizqimizni beryapti. Shular qatorida eslash do'stlar, ham Turkiyaga kelmoqchi bo'lsalaring, qat'iy qaror qilgan bo'lsalaring, albatta kelinglar, harakat qilinglar. Albatta hamma joyda agarda siz bir imkoniyat deb qaraydigan bo'lsangiz, любой joyda o'zingizni hop daromadingizni topasiz. Demak, imkoniyatlardan yaxshi foydalanasiz. Hammaga omad, kattakon kanalimga obuna bo'linglar, qo'llab-quvvatlanglar. Savolinglarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Videolarimda, albatta videolarda men ham professional bir bloger emasman, endigina shu o'zimni blogimni yurgizayotgan bir odamman. Nasib qilsa shu professional darajadagidaqa mana sizlar barcha savollarga to'liq javob bera oladigan darajada rivojlanishga, o'zimni rivojlantirishga harakat qilaman. Qo'llab-quvvatlaganlar uchun hammaga kattakon rahmat.